Musulmon odam g'iybatdan, bo'xtondan, tuhmatdan o'zini saqlab, bir narsani aniq bilmasa bunga xulosa berish kerak emas. Chunki bu azizlar, bu aytayotgan narsamiz kichkina narsa emas. Bu katta gunohlar ichidagi gapni aytyapmiz. Aytilib g'iybat qilingan ham bir xil, yozib g'iybat qilingan ham, aytilib tuhmat qilingan ham, yozib tuhmat qilingan ham bir narsa azizlar. Mana shundan juda ham ehtiyot bo'lishimiz kerak. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam bilasizlar, Mirojga chiqqanlar. Rasulimiz aytadilarki, "Lamma urija bi marartu bi qawmin lahum azfarun min nuhas." Men deydi osmonga chiqqanimda bir qavmni ko'rdim. Ularning yonidan o'tayotgandim. Ularning tirnoqlari uzun bo'lib misdan ekan. Ularni shu holatda ko'rdim. Yahmishuna wujuhahum va sudurahum. Ular o'sha o'zlarini misdan bo'lgan tirnoqlari bilan yuzlarini, ko'kslarini tirnab, yorib qonatar edilar. Deyaptilar Payg'ambarimiz alayhisalom. Men hayron bo'lib Jabroil alayhisalomdan so'radim deyaptilar. "Man haula ya Jabroil alayhisalom?" Ey Jabroil birodar, bular kimlar? Bu tirnog'i misdan o'zini o'zi qonatyapti. Bular kim degan edim. O'zlarini, birodarlarini, odamlarni go'shtini yeydiganlar, ya'ni g'iybat qiladiganlar va ularni obro'larini to'kadiganlar dedilar. Bir insonda hozirgi obro'sini to'kish juda oson bo'lib qoldi. Avvallari ehtimol qiyin bo'lgan. Bir davra kerak bo'lgan yoki gapirsangiz 4 ta 5 ta odam eshitgan, uzr so'rab olishlik mumkin bo'lgan. Ammo hozir asosiy g'iybat, asosiy tuhmat qayerda bo'lyapti? O'zingiz bilib turibsiz. Internetda bo'lyapti. Bitta odamda obro'sini to'kish juda ham oson bo'lib qoldi. U ko'rmagan, bilmagan narsa bilan g'iybat, ig'vo qilsa unga qo'shilyapti.